Do'stlar, davom etamiz. Jahon chempionatida yarim final janglari. O'zbekiston terma jamoasi sharafini himoya qiladigan navbatdagi bokschi hozir ringga ko'tariladi. Bu juda ham e'tiborli vazn toifasi 81 kg. Dilshodbek Ro'zmetov, yosh iste'dod egasi. Mana shu vazn toifasida ancha vaqtgacha Bektemir Meliqo'ziyev yurtimiz sharafini munosib himoya qilib kelayotgan edi. U hozir professional boksda birin-ketin raqiblarni nokautga uchirayapti. Uning o'rnini munosib izdosh egalladi. Bu Dilshodbek Ro'zmetov, yosh, talantli, kuchli, o'ziga ishongan yigit. Shaxsan menga uning bu turnirdagi janglari juda ham yoqyapti. 20 yoshda Dilshodbek. 81 kg. Osiyo chempionatida chorak finalga chiqqan edi. Jahon chempionatida esa yarim finalga yetib keldi. Ya'ni progress yaqqol ko'zga tashlanib turibdi. Benjamin Whittaker ham anchagina yosh, o'ziga yarasha talanti bor. U ham jiddiy raqib. Mana boya McCormackni ko'rdik-ku. Angliyaliklar bu chempionatda yaxshi natija qayd etishyapti. Umumiy umumjamoa hisobida ham, umumiy janglarni tomosha qilganingizda ham yaxshi taassurot qoldiryapti. Benjamin Whittaker 22 yoshda. West Bromwichdan. Ikkita yosh sportchining to'qnashuvi. Yevropa o'yinlarida Minsk 2019da Benjamin kumush medalni qo'lga kiritgan edi. Ya'ni jahon chempionatida bu ikkala bokschi ham titul qo'lga kiritmagan. Bu medal ikkalasi uchun ham birinchisi bo'ladi bunday katta turnirda. James Beckles, Trinidad va Tobagolik referi ushbu jangni boshqarib boradi. Tayyorgarlikni so'radi. Hammasi joyida. Qizilda Benjamin Whittaker, ko'kda Dilshodbek Ro'zmetov. Xorazmlik jangchimiz boshlandi. Jang bu 81 kilogramning nimasi yoqadi menga shaxsan. Bu o'rtachadan sal og'irroq, ya'ni zarba kuchi sezilarli darajada. Hozirgina ko'rdingiz mana Hasan Turdaliyev bilan birgalikda bundan oldingi yarim finalni qanchalik kuchli zarbalar ekanligini sensatsiya qayd etildi. Qozog'istonlik bokschi Kubani yengdi. Shu bilan birgalikda zarba og'ir bo'lgani bilan birgalikda harakatlar ham og'ir emas, ya'ni harakatlar anchagina tezkor. Mana o'zingiz guvoh bo'lishingiz mumkin. Ro'zmetov faol boshlagan edi jangni, hozir o'z yoniga chorladi Whittakerni. Ko'zini uzmayapti Whittakerning ko'zidan. Ro'zmetov oldindan harakatlarini to'qib olishga harakat qilyapti. Yaxshi hujum, faollik. Benjamin ham faollik ko'rsatishga harakat qildi. Loren Alfonsoni chorak finalda mag'lubiyatga uchratdi Dilshodbek. Chapaqay stoykasida o'ng qo'l oldinga chiqarilgan. Shu o'ng qo'lni vaqti bilan oldinga tashlab turmasa bo'lmaydi. Whittakerning ham qo'llari uzun ekanligi metrometrik ko'rsatkichlar bo'yicha yaqqol ko'rishimiz mumkin. Bu shunday qaraganda ham ko'zga tashlanib turibdi. Yaxshi, Ro'zmetov tana qismiga, yaxshi zarba o'ng qo'lda bosh qismiga. Yaqin masofa, mana shu yaqin masofada xavfli ancha Whittaker, ammo Ro'zmetov vaziyatni nazorat qilyapti. Yaxshi raund o'tkazyapti, ko'z tegmasin. Himoya ushlandi. Endi oldinga boryapti. Yana harakati bilan himoyalandi Whittaker. Qochmaslik kerak va oldinga intilishda davom etyapti Ro'zmetov. Zo'r hujum tashkil etdi. Referi to'g'ri qildi aralashmay. Boks-ku bu. Bunaqangi
yon tomonlama turib olib qochish. Bu degani referi aralashib unga bo'shliq berish kerak degani emas. Rozmetov bundan foydalandi. 2 marta ketidan ulab yubordi zarba. Ketayotgan mehmonning qo'liga sovg'a tutqizib yubordi. Zo'r raund, zo'r. Haqiqatdan ham молодец. Rahmatjon aka aytib o'tganidek, angliyalik murabbiylar har doimgidek xotirjam, og'ir vazmin. Bokschilar ham shunday. Bu ko'proq o'sha o'zlariga xos bo'lgan xarakterga ham bog'liq. Bo'shash kerak emas hozir. Qo'shadi Whittaker ham tushunib turibdi birinchi raundni boy berganini. Yaxshi, chap qo'lda hujum, oldinga yana intilyapti. Chap qo'lidan ehtiyot bo'lamiz. Tashlab qolyapti kutilmaganda. Yaxshi, o'ng qo'l chapda aldab turib o'ng qo'lni yon tomondan yo'naltirdi Rozmetov. Ushlash kerak, bosim qilishga harakat qilyapti Whittaker. Qarshisida turib qolmaslik kerak. Yaxshi yaqinlashib muvozanatni ham ozgina yo'qotgandek bo'ldi Whittaker. Chiqarish kerak emas hozir. Davom etsa bo'ladi. Rozmetov o'rta o'ziga qulay masofani ushlayapti Rozmetov. Knockdown emas, muvozanat yo'qotildi. Davom etamiz. Jangning yarmi ortda qoldi. Xuddi shu tempni ushlab qolishi kerak Dilshodbek. Rozmetov boshning orqa qismiga urish niyati yo'q. Gap shundaki, Whittaker o'girilib qolyapti. Zo'r, chap qo'l. Boshga hujum qilmoqchi edi Dilshod. Urdi yonga. Mana shu narsa kerak hozir. Ochiqchasiga emas, yarim qadam. To'g'ridan 1-2 yonga. Yigirma sekund. Tanaga boshga ko'tarish kerak, ammo klinchda. Klinchda buni amalga oshirish qiyinroq. Whittaker nima xohlayapti? Ushlamaslikni tavsiya qildi unga trinidadlik referi. Zo'r to'g'ridan yana ikkitalik. Zo'r. Yaxshi. Do'st emasin Dilshodbek Rozmetov aniq ishlayapti. Maqsadini bilib ishlayapti. Tavakkal emas. Bolam yig'il. Ichkariga o'tkazib yubordi, tomon bo'ldi bolam. Kirdingmi?
Dilshodbek Ro'zmetovning murabbiyi Farruh Qilichev. Bunda Rahimjon Ro'zoxunov hamda Marat Qurbonov. Bo'shashma deb ko'rsatma berishadi. Bo'shashma, hozir bo'shashadigan vaziyat emas. Whittaker xavfli hamon. Lekin shu bilan birgalikda juda bir taktikani o'zgartirish ham kerak emas. To'g'ri qilyapti hammasini, ammo o'sha bo'shashmaslik kerak. Tutyapti chunki Whittaker. Ro'zmetov esa to'xtamasligi kerak. Doim harakatda oyoq. Zarba bilan urdi, oyoq bilan harakat urdi. Yaxshi chap qo'l. Yaxshi huk. O'ng qo'l aniqrog'i boya jeb chiqardi. O'ng qo'l oldinda. Ro'zmetovning oldinga intildi hozir seriya bilan. Whittaker bosim qilayotgandek, zarba tayyorlayotgandek o'qiyapti buni Dilshodbek. Yaxshi, zo'r. Energiyasini sarflayapti Whittaker noaniq zarbalarga. Og'irroq nafas olyapti. Whittaker buni his etyapti. Ro'zmetov lekin shu bilan bir qatorda bo'shashmaslik talab etiladi. Bir daqiqa ozgina yana. Zo'r chap qo'l. Hop, sal noaniq ketdi keyingisi, ammo birinchisi bordi. Birinchisi jag qismiga bordi. Nuqtaga tegdi, yana tanaga, qorin qismiga vaqti bilan nafas yo'lini siqish uchun Dilshodbek ishlab turibdi, chunki bu orqali jismoniy ustunlikni ta'minlamoqchi o'ziga. Zo'r 1-2 o'tdi bu safar ham, ammo keyingisi mana keyingilardan ehtiyot bo'lish kerak. 30 sekund Dilshodbek Ro'zmetov. Benjamin Whittaker hozir tavakkal qilishi aniq. Oxirgi sekundlarda hushyor bo'lish kerak. Hushyor. Hop, ochiq jang kerak emas hozir. Nazorat, xuddi boyagidek nazorat, raqibning masofasini, zarbasini, hammasini nazorat qilib tursa bo'ldi. Bo'ldi, jang tugadi. Nega Whittaker bunchalik xursandligini bilmadim, ammo Dilshodbek Ro'zmetov menimcha bu jangda o'z ustunligini namoyish eta oldi. Bunga negadir hozirning o'zida ishonchim komil. Yaxshi bokschi ekan Whittaker ham, Benjamin ham yosh, u ham umidli. Ammo bugun Dilshodbek Ro'zmetov g'alaba uchun yetarli harakatlarni amalga oshira oldi. Dilshodbek Ro'zmetov endi hakamlar hammasini to'g'ri baholashsa, o'z faoliyatidagi birinchi jahon chempionatida finalga chiqishi mumkin. Ladies and gentlemen, the winner of this bout by unanimous decision is the boxer from the blue. Final Ro'zmetovda birinchi jahon chempionatining o'zida. Bravo! Wow, dahshat natija qayd etyapti. Yosh bokschimiz 20 yoshda, mana hatto Benjamin Whittaker ham uni tan oldi. Yutganda mana shunday ishonch bilan g'alaba qozonish kerak. Umuman hech qanday shubha qoldirmagan holda, hatto ochkolar e'lon qilinishidan oldin ham siz bilan birgalikda menda ham ishonch juda katta edi. Bu ishonchni bizga Dilshodbek Ro'zmetov, yosh iste'dod o'zbekistonlik talantli o'g'lon taqdim etdi. Farruh Qilichev
Rahmatjon Ro'zoxunov, Marat Qurbonov ustozlarga minnatdorchilik bildirib o'tmoqda.